qizlar hammani tabrigi uchun katta rahmat aytaman. Men uchun ham quvonchli va meni juda ham ko'p quvontirardi agar sizlarda ham mana shu natijalar tez bo'lsa. Bu quvonchli kunimda birga bo'layotganinglar uchun rahmat va men mana shu quvonchimga qanaqa yetib kelganimni qisqa qilib qoldiraman. Men bu yo'lga, missiyamga, kasbga, oson yengil hayotga otamni qabul qilgan kunim. Otamga hamma narsa uchun rahmat deb oyoqlarining tagida shundoq o'tirib ko'zlariga qarab aytganman. Mendan rozi bo'ling deb aytganman va bu meni birinchi marta otam bilan qalban bo'lgan suhbatim bo'lgan. Va shundan keyin men juda ko'p ilm olganman va har safar yana ota-onamni qabul qilganimda hayotimga har doim katta narsalar kirib kelardi. 2 yil oldin men o'zimga shaxsiy uy sotib oldim, sovg'a qildim. Bu ham meni ota-onamni qabul qilganimdan keyin, ayniqsa ona mavzusida. Avvalo Alloh sababchi, bu bizni yaqinlarimiz. Men 3 kun oldin ota darsligi bilan yana keyingi bosqichini tayyorlab qo'ygandim. O'sha ustida yana ishlashni boshladim va hayotimga mashina kirib keldi. Yana otani kuchi bu yerda ham. Menda har doim moddiy savollar ko'tarilganda, missiyamda qanaqadir muammolar ko'tarilganda bo'ldi, ota savoli bilan ishlashni boshlayman. Hayotimda munosabat, go'zallik, chiroy, o'ziga bo'lgan sevgi, ayollik bilan bog'liq bo'lgan, tana bilan, figura bilan bog'liq bo'lgan hamma savolida onaga yuzlanaman, ona mavzusini ishlab olaman. Agar sizga mana shu natijalar qiziq bo'layotgan bo'lsa, men birinchi o'rinda ota-ona savolini ishlab bo'ldim degan bo'lsangiz ham yana ishlashingizni tavsiya qilgan bo'lar edim. Men bundan 9 yil oldin 800 ming so'm oylik daromadga ega ayol bo'lganman. Tongdan tungacha ishlar edim va hozirgi kunda alhamdulillah, misol uchun kvartirada Etibetga borib, qaysidir shaharga borib yashasam, $1000 qancha ketsa to'lay olaman. Hech meni bu yerda o'zim shaxsiy uyimga ham to'lovlar, yana boshqa kundalik to'lovlarim, yana boshqa to'lovlar bo'lsa ham, bularni ham qila oladigan stabilniy holatga o'tib olganman. Lekin eng ko'p meni tezlashtirib o'tgan narsa bu ota-onani qabul qilish mavzulari bo'ladi. Men bunga ko'p ahamiyat beradigan bo'lganman. Ko'p mehnat qilaman, kam daromad olaverganman. Ko'p mehnat qilaman, munosabatlarimda rivoj bo'la olmaydi. Chunki mana shu ikkita insonni ota-ona mavzusini qanaqa ishlash kerakligini bilmaganman. Hozir esa menda 9 bosqichda 1 yil, 2 yil mobaynida eng qizig'ichi, men ota mavzusida, ona mavzusida ishlasam, ularning hayotida ham o'zida o'zgarish bo'ladi-da, faqat men emas. Va Allohga hamd va sanolarim bo'lsa, mo'jizalar shunaqangi bir ajoyib, ilmda juda katta ishonch bildirgan insonga rosa ham ko'p ochilib, hamma natija uning hayotiga kirib kelaveradi-da. Onam misol uchun Fransiyaga ketganlar sayohatga, otamda esa umuman boshqa, o'zlarining ishlarida rivojlar, oilamda, opa-singillarimda. Men o'zim ota mavzusida ishlab boshlaganimdan keyin opam o'zining missiyasini, magazinlarni ochib, bizneslarini qilyapti. Singlim bu yerda o'zining maqsadlariga erishyapti. Ya'ni siz oilangiz uchun, hamma uchun namuna bo'la olasiz. Mana shu ikkita mavzuni umuman chetda qoldirmang degan bo'lardim. Ishlab bo'ldim degan narsa yo'q. O'sha uchun davom eting degan bo'lar edi. Mana sirim, fishkam mana shunda. Ikkita ota va ona.